Birovning g'amini sezish ham ibodat bo'lishi mumkin. Bir paytlar sultonlardan biri shaharni aylanish uchun tashqariga chiqibdi. Tanib qolmasliklari uchun kiyimini almashtirib, o'zi bilan yoniga bir qulni ham olibdi. Xalq uning hokimiyati haqida qanday fikrda ekanligini bilmoqchi edi. Qish fasli ekan. Sovuq doimgidanda kuchaygan edi. Uning yo'li bir masjidga tushdi. Ikki bechora faqir bir burchakda qaltirab o'tirishardi. Ularning boradigan boshqa joyi yo'q edi. Sulton ularning nima deyishayotganiga qiziqib yonlariga bordi. Kambag'allarning biri sovuqdan shikoyat qilardi. Ertaga jannatga kirsak, sultonimizni u yerga qo'ymayman. Agar uni jannat devoriga yaqinlashayotganini ko'rsam, oyoq kiyimini yechib boshiga uraman. Ikkinchisi qiziqib so'radi: "Nega uni jannatga kirishni xohlamayapsan?" "Albatta xohlamayman-da. Biz bu yerda muzlab o'tirganimizda u o'z saroyida rohatlanib o'tiribdi. Bizning ahvolimizdan xabar ham yo'q. Ammo jannatda menga qo'shni bo'ladigan bo'lsa, men bu qo'shnichilikdan norozi bo'laman, do'stim", dedi. Ular kulishdi. Sulton quliga: "Bu masjid va uning odamlarini unutma", deb tayinladi. Saroyga qaytgach, odamlarni masjidga jo'natdi. Ikki bechorani olib saroyga keltirishdi. Kambag'allar ahvollari nima bo'lishini o'ylab qo'rqib turganlarida ularni yaxshi jihozlangan shinam xonaga joylashtirdilar. "Shu yerda yeb, ichib, uxlab, sultonimizga duo qilasizlar. Jannatda sizlar bilan qo'shni bo'lishlariga qarshilik bildirmaysizlar", deyishdi. Sultonning qalbi pok, juda yaxshi inson ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kambag'allarga yordam beradiganlarni shunday maqtaganlar: "Kim bir mu'minning dunyo g'amlaridan birini yengillatsa, Alloh taolo uning oxirat g'amlarini yengillatadi. Zero g'amni yengillatish Allohga yaqinlashtiradi."